Hammaga assalomu alaykum avto prestijning obunachilari. Bugungi obzorimizda Aito M7 avtomobili haqida bo'lib o'tadi. Bu avtomobilimizda ichki salonga ahamiyat beradigan bo'lsak, juda ham такой chiroyli ishlangan. Rasvetkalariga ahamiyat berasizlar. Pisuchniy rasvetka deyiladi. Также bu avtomobilimizda katta o'zini panorama tomi bo'ladi. Также avtomobilimizda o'zini Huawei Sons akustikalari bo'ladi. Chiqarishiga gap yo'q. O'zini Face ID'si bo'ladi, head-up displeylari bo'ladi. Также bunda katta monitor, informatsionniy tablo, hamma narsaligi bor. Беспроводной zaryadkalarigacha. Также bu avtomobilimizda barlariga ham ahamiyat beradigan bo'lsak, ichki bar qismiga o'zini svetilnik qo'yilgan. Также avtomobilimizda tashqi kuzoviga keladigan bo'lsak, oq rang bo'ladi. Tak, bu avtomobilimiz hozirgi kunda bahosiga keladigan bo'lsak, 30.500 deb baholadik. Probegi esa bu avtomobilimizda atigi 11.000 probeg yurgan. Hop, holatiga keladigan bo'lsak, holati idealniy, chista oilaviy avtomobil hisoblanadi. Yurishiga kelsak, juda ham yumshoq avtomobil. Dongfeng yoki lip motorlar bilan solishtiradigan bo'lsak, Dongfeng lip motori orqada qoldirib ketadigan avtomobil. Yumshoqlik darajasida. Agar bu avtomobil kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Narxi 35.500, yana kelishiladigan joy bor. Slipoy zonalari, hamma kerakli, nima kerak bo'lsa, hammasi bilan jihozlangan avtomobilimiz. Hozir men sizlarga bitta tashqi ko'rinishini ham ko'rsatib o'tib ketaman. И также o'zini paroklari ham bo'ladi. Avtomatik eshik ochganda chiqadi, eshik yopganingizda parok obratno kirib ketadi. Holati такой свежий holatda turibdi. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ma'qul kelsa, shu yerda narxini kelishib gaplashiladi. Xo'p, bu avtomobilimizga keladigan bo'lsak, mana shu joyda kichkinagina mana shunaqa aybchasi bor. Buni sotib olganingizdan keyin buni qilib berishadi. Bundan muammo yo'q. O'zinikidek qilib, akkuratni chiroyli qilib ishlab beriladi, tekis qilib. Atak boshqa hech qanaqa muammosi yo'q. Mashina narxiga stoyid. Bu mashinani agar yangisini olaman desangiz, 40 minglardan balandroq bo'ladi. Atak shu holatiga bu avtomobil 30.500 ga arziydigan juda ham zo'r mashina.